Tak, mana kolonoskopga uzoqdan polipimiz ko'rinyapti. Mana polip kattagina ekan. Xudo buni olishga harakat qilamiz hozir. Histologiyada displaziya bergan, ya'ni bu degani rak oldi holat. Sekinmi? Da. Hoppa, igorkan. Rezeksiya qilsa bo'ladi. Ozgina bo'lib. Ha, bo'lib частично qilinadi-da. Hoppa. Молодец. Baribir erkak kishida. Yana bitta pastdan qo'yamiz bu. Oting. Siz aytmayaptimi? Komilga bering. Bo'lmas ekan. Qattiq ekan bu. Qaramaysiz. Hech narsa qilmang. Qo'shib tushadimi? Ha, tushib ketadi, o'zi tushib ketadi. Da. Hoppa, bo'ldi. To'xtang, uzilmadi. Qattiq tortmang, qaytarib olib qo'yamiz yana. Ha, bo'ldi. Bemor to'g'ri ichagida 4 santimetrlik polip qalin ostonada bo'lgani uchun qismlab rezeksiya qildik va ochilib qolgan defektni klipsiya yordamida tikdik. Xudoga shukr, mana asoratlar kuzatilmadi, teshilmadi, qonamadi. Yaxshi o'tdi operatsiyamiz. Kasal tuzalib ketsin.